açtı. Kozum açtı. Birdam tinchlan, chidab tur, tekshirib bo'g'ich chidab tur, ha? Kolunu tat. Kozum içip gitti. Bu jonivor bek jiqiyotgan edi. Şatıp. Köp yavaldı. Oshqozoniga ig'ir og'riq tegibdi emasmi, qazgalan? Aşkazan. Bu shatotqa 2 kun hech nima bilmay tursala. Faqat mushu dorilar bilan suv ichsala bo'ldi. Doğru dermek. Kozum aç. Azroq bir narsa yesi bo'lmasmi? Og'riq pasaygicha uningga bir narsa yegizish bek xatarlik. Ağrı. Doğru dermek. Ağrı. Og'zini yum. Doğru dermek. Ağzını yum. Uning oldiga yigidek bir narsa qo'yib qo'ymanglar. Anlagansiz, ha qizim? Anladım, onunğa obdan qarayman. Onun obdan qarayman. Doğru dermek. Odatda ko'p qism uchar qushlar, hayvonotlar og'rib qolganda ko'ngli g'izo totmaydi. Bu shatot tulumi xalit ekan qo'tang. Halide. Kozum aç. Bu kaptar go'shi bak mizilikka. Bozordan olgan o'xshamamsiz, ha? Yo'q, ish qilib bu kaptar go'shini huzurlanib yeganlar qichon. Allohim qo'lingizga tatmasin xotin. Men hozirgacha bundaq yeyishlik go'sh yeb baxmagan edim. Mening tamoqqa ustunligimni biladiganlar. Albatta bilaman. Biroq kaptarni nereden setib oldingiz, ha? Setib olmadim. U o'g'iziki kaptar. O'g'izidiki haliqi men boqqan kaptarni demayotgansiz, ha xotin? Ha, shu. Bir ishni xato qilmagandiman. Hay inbihor. İşim soğuk çılashdi. O mühim xatchaklarni to'shaydigan kaptar edi emasmi? Salamang bundoq demagan edi-ku. Men sizga nima ish qiladigan ishimni deb yurgidekman. Bu kaptar orqali vazir azam menga jiddiy yo'l yo'riqlarni avatdi. Astag'firullah. Tamoqlarni yavalsizlar. Mushu topda. Ko'nglim qandoqmi g'izo tassun. Kaptarlarning hammasini o'ltirmagansiz, ha? Yo'q, qolgan yerimni o'ltiray deb qo'yib qo'ygan edim, inshaalloh. Bir ish bo'lmaganda. Hozir uning ahvoli qandayroq? Kichik boladak oxir uxlab qoldi. Diqqat qiling, u yana qalayimqan bir narsa yeb o'zini kasal qilib olmasin. Ansarimiz sizlar ata. Sizlarni uyqularidan qo'ydik. Ha, ko'zimdan uyqu qochdi. Bularning hammasi bu qo'sqiga amroq shatus sababidan bo'ldi. Har qanday uchar qush faqat yeb ichishni o'ylaydi ekan ata. Bu to'g'ri gap bo'lmadi. Kim shunday deydi? Sulaymon payg'ambarning qushi o'pib, doim kofirlar haqidagi ushur ma'lumotlarni unga yetkazdi. Orada xat to'shib elchilik qiladi. Saba shahrida shunday ish bo'lgan. Qaysi qismini so'zlab bermoqchi bo'lyaptilar? O'pib va Saba podshohi Belqis to'g'risida so'zlab beray deyman. Buni bilmaydigansiz qachon? Bilmayman. Aytib bersizlar ata. Bu bek uzun qissa. So'zlashga nurg'un vaqt ketadi. Baya ko'zimdan uyqu qochdi devatadilar-ku ata. Men shunday degan. Biroq eng yaxshisi uni atiga qoldirganimiz tuzuk. Bugungi ishni atiga qoldirmasizlar ata. Qani? Quluqim silada ata. Belqis Saba shahrining malikasi bo'lib, uning dadisi Hathat boy-boyashachilik to'lgan keng rizimin Sabaning podshohi ekan. Biroq bu yerdagi xalqlar Allohni qo'yib quyoshga cho'qinadi ekan. Amchiqani, chopsan kelinglar. Bo'ldi. Hojati yo'q. Bo'ldi, hojati yo'q. Malika Belqisni chaqirib kelinglar. Ma'qul, malikam qani? Uni chaqirib kelishga odam avatgan edim. Nimaga kechikib qoldi ekan, men bilmadim. Ata. Yenamga nima ishqa kechikib kelasiz, qizim? Kechirsizlar Shohata. Qasdan unda qilganim yo'q. Men bilan ko'rishdim, muhim ish yo'qdi-ku deyman. Oliylari, bir og'iz gap qilishimga ijozat bersizlar. Nima demaksan, ulug' Sonqon? Nima demaksan?
Amir ibn Abrahaga olilarning kasallik xavri yetib berishiga yov qo'shinlari bizning fosilimizga hujum qilibdi. Biroq malikimiz Bilqis ularga unutilmas bir savoq berdi. Bu haqiqatan xush xabargan. Muqaddas quyosh o'zlarini panohida saqlag'ay ota. O'limga amal yo'q. Ajilim yaqinlab qoldi. Shuni sizlarni huzurimga chaqirtishim. Farmonlar bo'lsa isla olilari. Biz sizlarning amir lashkar va qullari. Yaxshi gap qilding, ulug' Sangon. Har qaysinglarni bu yerga taxt varisini tayin qilish uchun chaqirtgandim. Men qizim Bilqisni taxt varis qilib tanladim. Bilqis kechirsizlar oliylari. Bilqis ayol kishi tursa. Bizga ayol hukmron bo'z qandoq bo'ladi? U ayol bo'lgan bilan qobiliyati sendan yuqori Saba shahrini qo'g'dab qolalaydi. Aql farosat va hikmatda hammaylan malikaga qo'l qo'yadi. Biroq taxt ishida eng yaxshisi Taxt ishida menga nimaning yaxshi ekanligini ta'lim bermasangmi bo'ladi. men faqat oliylariga bir qism kishilarning o'y fikrini yetkazay degan edim. Fuqarolar degan o'zlarini yetaklashga beqishga muhtoj bo'lgan bir to'p potig'i o'xshaydi. To'g'ri deydilar oliylari. Malika Bilqis o'zlaridan keyin elga bosh bo'lishga eng munosib kishidir. Olilari, bu bizning Sabaga hujum qilishimizga yaxshi fursat. Bo'lmaydi, Nabahat. O'tgan qitimqi urushda Bilqis bizni ig'ir talofatga uchirtib, nech yuzlagan lashkarimizni o'ltirdi. Mening endi yana bir ziyonga do'tikim yo'q. Bu qitimqisi zodi o'xshamaydi olilari. Qandoqsiga? Podshoh Hadhot o'lgandan keyin Sabada ikki guruh paydo bo'ldi. Biri Bilqisni qo'llasa, yana biri uningga qarshi ekan olilari. Undaqda qandoq qilamiz? Menchi bo'lganda Bilqisga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlab, ularning ishki ziddiyatini texmi kuchaytirayli. Bundan bizga nima foydasi bor? Bilqis yo'qolsa, undaqda yana bir guruhni yo'qotish bizga nihoyat oson bo'ladi. Nabahan, bu gaping to'limi o'rinliq bo'ldi. Arablar meni arvoh deyishadi. Ularga o'zimni bir ko'z tutib qo'yay. Oxir birlik hosil qildik. Nemishqa kechikib qoldilar ulug' Sangon. Qo'shin ishida ishki ziddiyat kelib chiqdi. Nima? Nemish bo'ldi? Ayol kishining podshoh bo'lishini qo'shindikilar faqatla xohlamaydi ekan. Podshoyimizga bundoq gap qilsizlar bo'lmaydi, ulug' Sangon. Uning bilan qarallar bo'lmasin. Qani aytsizlar, elni so'rashga mendan loyiq birarsi bormi? Kim podshoh bo'lishga loyiqdir? Sizlarcha bosh mushavir Rashid bo'lsa qandoq? Rashid uning yeshi cho'yib qoldi, qo'shinga bosh bo'lamasmikin? Undaqda bizga sizlar bosh bo'lsalar. Uning yeshi kichik, uning ustiga hech qanday tajribasi yo'qtirsa. Undaqda o'zlari bosh bo'lmoqchi bo'ptilar-da. Men bo'lsam nemishqa bo'lmoqdak. Sizlar Sarimning podshoh bo'lishiga ma'qul bo'lamsizlar? Hargiz qo'shilmaymiz. Uning qo'shilganimizdan ko'ra o'lganimiz tuzuk. Qani sizlar-chi? Qachondan boshlab elga kimning bosh bo'lishida kishilarning fikrini oladigan bo'lib qoldi? Sizlar hukumatlarning fikrini rad qilib, lashkarlarning qarshini kuchlantiryaptilar. Bu ikkisi bir-biriga zid bo'lib qoldi-ku. Kelishkinimiz bo'yicha men sizlarga yo'l ochib berdim. Yaxshi qilibsan, Sari. Men degandammo bakarak oshirib o'rindabsan. Endi va'dalariga vafo qilsizlar olilari. Hozir Saba shahrining ilklariga o'tganligini jakarlab, meni bu joyning hokimi qilib tayinlasizlar. Seningcha men o'z eliga xoinlik qilgan kishiga ishonamanmi, ha? Oramizda kelishim bor tursa, men hozir u kelishimni o'zgartdim. Nima dedilar? Sabani men o'zim boshquraman. Sen
Nima uchun birga bir doyilga tushmay menga qasd qildilar? Doyil degan nima? Doyil degan palvonlar o'tirsida ilib beriladi. Xoin degan faqat o'limga loyiq. Voyjon! Kema atirdi silini qirg'oqda saqlayotdi podshoh oliylari. Meni urush maydonidan qochib ketsin demoqchimi sizlar? Ha? Undaqda nega bordilar? Oldinga egilma. Bo'lmasa tamponning qonini buzib qo'ysan. Lashkarlarning mashq mahoratidan rozi bo'ldilarmi oliylar? Yo'q, Amar. Oldimizda tex ishlar ko'p. Qo'shin yovdan zaminimizni qaytarib olib, izzat hurmatimizni tiklashga intizor bo'lyapti. Sizlar to'xtamay mashq qilib beringlar. Urushning qachon boshlanganligini keyin xabar qilaman. Bu maktubni kim ib ketdi? Tilsiz bir yigit ib ketdi oliylar. Undaqda elchidan hech qanday ma'lumotga erishamaydiganmiz-da. Sizlardan so'rab baqay. Maktubdan nemiga hayron qoldilar oliylar? O podshoh Belqisning maktubi ekan. O men bilan ko'rishmoqchi ekan. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Kishilarning deyishcha, uning g'azinasi quruqdilib, puhralardan osh ozuq shig'ib etibdi-dak. O buningdan betar kunga qilishga loyiq. Mening bir maslahatim bor edi oliylar. Qani esla. Uni amirlariga osila. Ha? Sabaning hukmronligi iliklariga o'tishi turganlik gap. Undan boshqa yana Saba xalqi silini qo'llaydigan bo'ladi. Qani men bir o'ylanib baqay. Bu ishda bir hiyla balig'ini bilatdim. O'zingga yezi bo'l, arvoh. Qani kela, seni qasrimda dida qilmaydigan bo'lsam. Mana bu mening qasrim, bu qaroqchi. Menga til takizishga petinib otamsan. Qilichon tushib ketdi. Hukmronligim oxirlashdi. O'tinib qolay podshoh oliylari taxtlarni qaytarib olsalar. Meni kechirvasizlar. Bo'ldi, taxtni qaytarib olsalar. Ovozingni qo'yib etib ayt. Amir lashkarlaring hammasi anglasin. Podshoh beli qismini apu qilish badaliga men uning shohlik taxtini qaytarib berdim. Sen qavming va qo'shiningga xoinlik qilding. Xoinlarga nima jazo berilganligini bilgansan? O'tinib qolay oliylari bir qo'shiqinimdan kessilar. Barliq lashkarlaringni kechirim qilib, seni ularga topshirib berdim. Bu bir hiyla ko'rkan. Podshoh Belqis yashsin! 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 Bilqis adli adolat va o'zaro kengash orqali el so'rg'ashqa uning hukmronligi kuchayibdi. Ilm ma'rifat gullanib, avomning turmushi yaxshilanibdi. Shuning bilan el avom ilgari ko'rib baxmagan farovonlikka erishibdi. Sizlarchi bu qandaqroq bo'pti oliylari? To'limi qaltis bo'pti, dal mening o'ylaganimdek ekan. Taxtiravonni yasashga nurg'un vaqt va ko'p xarajat sarf qilgan bo'lsaqmi, biroq u shuning arzigidek ish bo'ldi. To'g'ri deydilar, Rashid. Avam fuqarolar Quyosh ibodatxonasi oldida silning taxtga o'tirishlarini tabriklash murosimi o'tkazish uchun silni saqlab o'tdi oliylari. Kambag'allarga kiyim-kechak, osh-ozuq tarqitib berdinglarmi? Adli adolatlari va donoliqlari natijasida mamlakatimizda bir kambag'al odam qolmadi. Bu alishini o'zaro kengash orqali hal qilib, masalalarni to'g'ri bir taraf qilganligimizning natijasi. Men bugun bakmi xursand bo'ldim oliylari. Oliylarni tabriklash yo'sidan qo'yashqa toki o'ltirganga qadar sajda qilib chiqay. Hozir chin kutish bo'pti. Sajda vaqtim kelib qopti. Shu topda ularning ishlarini Sulaymon payg'ambarning qo'shinlaridan bo'lgan bir lashkar, ya'ni Höpöp ko'rib turibdi. Höpöp dedilarmi? U qandaqsiga lashkar bo'lsin? Sulaymon payg'ambarning qo'shini insijin, uchar qush va yovvoyi hayvon, shamol qatorliqlardan tarkib topgan. Avam bilan kengash maslahat qilib ish ko'radigan bu chechan podshohni bekmi yoqtirib qoldim. Bilqis amaliyotda oyatlikdagi muvaffaqiyat va taraqqiyot omillariga erishgan bo'lsa-mu, biroq u ilmi bilan Allohni taniyamabdi. Egasiga naf bermagan undaq ilm qudratning nem foydasi bo'lsin? Shundaq to'g'ri deydilar, ata. Shatut, qo'rsoq qosh. Shatutning doğru dermeklerini bering. Allah xolisa
Ata bu qissaning davomini so'zlab beraman. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى ومريم العذراء تفر في الصحراء ومريم العذراء تفر في الصحراء المرأة الحرة أغلى من